Tur suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 49 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tur tig'i bilan qasamki, ochiq qog'ozga yozilgan kitob, ya'ni Qur'on bilan qasamki, Baytul Mahmur bilan qasamki, osmon bilan qasamki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, Parvardigoringning azobi cho'qim yuz bergusidir. Uningga hech odam qarshi tura olmaydi. O kunda osmon qattiq tavraydi. Tağlar qattiq sayr qiladi, ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. O kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. Ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. O kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayyotamsizlar? Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar. Sizlarga baribir o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlandi. Parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ichinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yulangan holda o'ltiradi. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilib beramiz. O'zlari iymon etgan, avlodlarimo agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimo kemaytib etmaymiz. Her adam o'zining qilmishiga mas'uldir. Ular ko'rayotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tortgan meva va ko'ngli tortgan go'sht bilan ta'minlaymiz. Ular jannatda o'zaro may qachilangan jamlarni tutishidi. May ichish bilan ulardan bu dunyodagidek behuda so'z va gunoh sodir bo'lmaydi. Goya sadapning ichidagi go'hardek chiroyli g'ilmonlar ularni aylanib yurib, ularning xizmatini qiladi. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarashib parang silishidi. Ular aytidi: "Biz haqiqatan dunyodagi chaqda oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Allah bizga marhamat qildi. Bizni zaharlik azobdan saqladi. Biz haqiqatan ilgari Allohga ibodat qilatdik. Allah haqiqatan ehson qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir." Ey Muhammad, sen Qur'on bilan qavmingga vaz nasihat qilgin. Sen Parvardigoringning ne'mati bilan kohinmi emassan va majnunmi emassan? Ular aytidi: "U shoirdir. Biz uning zamonning hodislariga yo'liqishini kutamiz." Ey Muhammad, aytqinki, sizlar kutinglar. Haqiqatan men sizlar bilan birga kutkichilardanman. Ya'ni sizlar mening halok bo'lishimni kutsanglar, menmo sizlarning halok bo'lishinglarni kutaman. Ularning ahli ularni mushundoq so'z qilishga buyurumdi. Hargiz undaq emas. Ular kufrda haddidan oshgan qavmdir. Yoki ular Muhammad Qur'onni o'zi to'qidi deyishamdi. Undaq emas. Ular Qur'onga ishonmaydi. Agar Muhammad uni to'qidi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, tuzilishda, go'zallikda, bayonda Qur'onga o'xshaydigan bir so'zni keltirib beqinglar. Yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi, yoki ular o'zlari yaratquchimi? Yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. Ularning yanida Parvardigorning xazinalari bormi? Yoki ular shaylarni xohlagancha tasarruf qiladigan koinotni bo'ysundirg'uchimi? Yoki ularning osmonga chiqib so'z tinglashadigan shotisi bormi? Agar bo'lsa, ularning so'z anglag'uchisi ochiq bir paketni keltirsin. Yoki Allohning qizlari sizlarning o'g'illaringlar bormi? Yoki sen ulardan da'vating uchun haq so'rab, shu ziyondan ularga eg'ir yuk ortilib qilib iymon etmamdi.
yoki ularning yanida ilmiy g'ayib bo'lib, uningdan g'ayib narsalarni yezib olamdi. Yoki ular sana yeli mikir ishiltamdi. Kafirlarning yeli mikirlari mag'lub bo'ladi. Yoki ularning Allohdan boshqa ma'budi bormi? Ularning sherik keltirgan butlardan Alloh pokdir. Agar ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu to'plashgan bulutdir deydi. Ularni halok qiladigan kungacha tark etkin. O kunda ularning yeli mikri hech narsaga asqatmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Ular uningdan, ya'ni oxiratdagi azobdan burun dunyodami bir turlik azobga duchor bo'ladi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Parvardigoringning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadursan. Uyqudan turgan vaqtingda Parvardigoringga tasbih aytqin, hamda aytqin. Kechidimi yulduzlar patqandan keyinmi uningga tasbih aytqin.